Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңла Шинжаң Халық Нәшрияты 2000 yılı 1 ayda nəşr qılğan roman İli Dolqunları. Avtori Abdurrahman Qahar. 2 qism. 12 bab. Davamı. Tünügündən beri ağızğa bir tişlem nanmı salmağan jangchilar əmdi ozuqlanışqa olturdi. Ozuqlanıpmı tüzükkene ozuqlanğını yo'q. Belleriga tugib olgan qattiq non, baklashkalardagi muzdek suv bilan ozuqlanishqa boshladi. Qismdan 200 metr narisidagi do'ngga chiqib, atrofga ko'z tikib turgan Nizomiddinning yiniga Aqilbek bir non va baklashkada suv ilib keldi. Yo'ldosh polkovnik, tamoqlaning. U qo'lidagi nonni Nizomiddinga uzatdi. Nizomiddin Aqilbekka qaramayla nonni oldida bir chetini tishladi. U nondan amdila 2 tishlam yeb turishiga yiroqdan chepib kelayotgan bir otliq ko'rindi va u borgan sari yaqinlab kelganda Nizomiddin uning Botir G'ozi ekanligini tonidi. Etidan sakrab tushgan Botir G'ozi taq turib polik komandiriga doklad berdi. Yo'ldosh polkovnik, biz düşmanning kuchlik bo'ktirmasiga uchrab vayron bo'ldik. Nizomiddin Botir G'ozining jul-jul bo'lib ketgan kiyimlariga, surilib zaxmlangan yuzlariga, pildirlab qolgan ko'zlariga sapsilib qaradi. U Botir G'ozining qandoq qilib salomat kelganligini tushungan edi. Botir G'ozi qismi hisobsiz nurg'un dushman bilan ilishib, oxir o'zi yolg'iz qolganda pay tepib qochgan. Banditlar keyindan qo'g'lab yaqinlab kelganda, aqlliq etidan irg'ib tushib, uni yot deb yotqizganda, uning panohida dushmanni avtomat o'qlari bilan chekindirgan. Bularning otlari tizginining qaysi tarafini tortsa, shu yoqqa yetishga o'gitilgan. Yana qochgan. Banditlar yana qo'g'lab kelsa, yana shundoq qilgan. Shu usul bilan bu yerga yetib kelgan. Xo'sh, dedi Nizomiddin uningga qarab. Bir eskadron tugashdi. Yo'ldosh polkovnik, bu nima degan ig'ir mag'lubiyat? Oramizdan xoinlarmi ko'p chiqdi. Hatto biz bilan g'uljidan tortib billa kelguchilardan mo chiqdi, deb Botir G'ozi mayus, nursiz ko'zlarini yerga tikdi va yig'ilib etishga oz qoldi. Ham o'z-o'ziga so'zlagandek dedi. Banditlarga qo'shilganlar oz emas. Nayt yaxshi bo'pti. Botir G'ozi beshini ittik ko'tarib polkovnikqa qaradi. Ular o'zini qancha keyin oshkorlasa, ziyon chiqim shuncha ko'p bo'ladi. Sen bir eskadron tugashdi devatamsan, shu topda bir polik asosan tugashdi. Ammo ching desab turyapmiz. Turimiz. Ig'ir ahvolda qoldik. Yo'q, beshingni ko'tar. Polik bayrog'i texi qo'limizda. Uni hargiz yiqitmaymiz. Qaymoqdiq, aldandiq. Bizni boshlab mangan Sivas bizni naq dushmanning uvisiga opiribdi. Qo'rshovda qoldik. Bo'sib chiqib ketishga bo'lmadi. Ilishdik, tugashdik. Nizomiddin birdilla sagaklashdi. Sivas bizni dushmanning uvisiga boshlab beribdi degan gap uning kallasida xuddi chaqmoqdek charaslab yenib ketdi va u do'ngdan sakrab tushdida Yelila yana bir eskadronni yo'tkash to'g'risida buyruq ilib kelgan 2 Sivasning oldiga bordi. Nizomiddinning chiroyi dahshatli tus olgan edi. Ko'zlari o'tdek yongan, qo'shuma qoshlari tikanlashgan, lavlari tatirib, titrab ketgan edi. Ey, ifloslar, senlar kimning qismidan? 2 Sivas bir-biriga qarashdi. Birsi, Dalil qonni, dedi. Nima? Sarsumba polkidan. Senlarni kim avatdi? General shtabi. General shtabi bizning qancha skadronimizni yo'tkab ketganligini bilamsan? Biz bilmaymiz. Senlarni avatgan general shtabi bizning birla skadronimiz qolganligini bilamdi. Ikkisi jim turishdi. Senlar qaysi divizionning, qaysi razvedka vozvodidan? General shtabi hozir qayerda? Gap qil, ishplaslar. Senlarga vazifa bergan general shtabining qayerdaligini bilishamsan? Keyni-keyndan berilgan nayzdek o'tkir savollar 2 Sivazni gangirtib qo'ydi. Ular nima deyishini bilolmay qoldi va chiroylari tatirishga boshladi. Nizomiddin ochiqida egiz bo'yliq Sivazning gimnasturkasining yoqasini birla tortgan edi. Gimnasturka yoqasi uning qo'rsqig'icha yirtilib tushdi. Uning ichki ko'ngliki milliy qismlarning bosh tarafiga qizil jiyak tutilgan maykasi bo'lmasdan tik yoqiliq no'g'aychi ko'nglak jiyda bo'lib chiqdi. Nizomiddin qattiq vaqirdi. Ishplos, bandit, it, polik komandering kim? U yenidan tapanchisini sug'urib oldi. Qaban, dedi birsi. Ish ayon bo'ldi.
Hamma ish ayon bo'ldi. Nizomiddinning g'azabi texmi o'rlagan edi. Demak, general shtabi avatgan birinchi qitimliq Sivazning yenidagi buyruqni banditlar qo'lga tushirib olgan. Uningdan keyin kelgan Sivazlar ular bizning eskadronlarimizni aldab ilib ketgan va halok qilgan. Etib tashlanglar bularni. Nizomiddin ikki banditni otqizayotganligiga shu hamon o'kindi. U urush jarayonida bugun birinchi qitim yeniklik bilan ish qilganligini shu hamon his qildi. Polik sapga! Nizomiddin Polikni ko'zdan kechirdi. Aran 100ga yaqin odami qolgan Polik uning buyruqini kutmoqda edi. Biz hozir bu jangovar qism, amdi tuvallab mangimiz, general shtabini topamiz, dedi Nizomiddin va itiga irg'ib mindida sapning oldiga o'tib mandi. Nizomiddin xiyol bilan ketib boradi. General shtabi nima qilyotidi? Nemishqa aniq yo'nalish ko'rsatib berolmaydigandi. Shu topda ularning beshiga tushayotgan kun bizninkidan mo ig'irmi-ya? Qandaq ish bo'ldi ha? Bugungi sabdishing atiki dushmaning, Yansxayda qolgan mening polkim Savanda chiqqan Xolibek takamonlar bilan urush qilyaptikin. Qaysi tariqada urushyotgandi? Ishonchlikgina qadam yo'tkalmaydigan andishlik yurish ularningmi beshiga tushyotgandi. Balki nimala bo'lmasin ular sinalgan jangchilar edi. Yonma-yon turgan odamiga ishonch qilolmasang jang emas. Odatdagi safarmu xatarlikda qiyin, intayin qiyin bo'ldi. Sinalgan jangchilarim nalarda qoldi ha? Uning qalbi sig'inish bilan yondi va u o'zida qandaqdir ig'ir mayuslik his qildi. Qism Qiron daryosining agmisiga kelganda uch tarafdan, ikki yoqdagi tog'dan va oldidagi to'qaydan tuyuqsizla o'q chiqib ketdi. Jangchilar otlaridan tezlikda irg'ib tushib, oborun tutib yetishdi. Nizomiddin qo'lga avtomatini oldida soydan yopirilib chiqayotgan banditlarni o'qqa tutdi va ularni chekindirdi. Qism to'pilikka yamashdi. Nizomiddin shu chog'da atrofga zan qo'ydi. Botir G'ozi, Oqilbek, boshqalarmi zan qo'ydi. Hammasi tushundi. O'zlarining banditlar qurshovida qolganligini tushundi. Ikki yoqdagi tog' bag'ri banditlar bilan lo'mildab ketgan edi. Banditlar ha deb, "Ya Muhammad, Mulqa, Chaqaboy, Olg'ibos" deb hujum bilan kelatdi. Chekindirlatdi. Lekin qism bu yerdan o'zilib chiqib ketishga amalsiz edi. Qandoq qilish kerak? Bu savolni hammadan ko'proq Nizomiddin o'ziga qo'yatdi. U o'yladi. Ikki yo'l bor. Biri oxirigacha ilish yo'li. Bu yo'l bilan manganda butun qism qayrilib tugaydi. Polik bayrog'i yiqiladi. Ammo dushman oz chiqim tortmaydi. Yana biri bo'sib chiqib ketish yo'li. Bu yo'l bilan manganda ko'p qurbon berishga to'g'ri keldi. Dushman oz chiqim tortadi. Ammo Polik bayrog'i yiqilmaydi. Nizomiddin keyingi yo'lni tanladi. Soydagi banditlarga butun qismi bilan shiddatli hujum qilib kirib va u yerdan o'rlab, ikki yon tog' bag'rlaridagi banditlarga uzildirmay o'q etib turib, ularning oldidan chaqmoq tezligida uzilib chiqib ketishni planladi. Ikki eskadron nomida qolgan 100ga yaqin jangchining komandirlarini chaqirib, o'z planini uqtirdi. Jangchilar ko'z yumib ochqicha bo'lgan oraliqda otlarga mindida dahshatli hujum boshladi. Qurollardan biroqla o'q uzib, g'urra tovlab hujumga kirdi. Kuchinib atgan granatlar dahshatli portlab tog'larni titratdi. Qismga tog' bag'ridagi banditlarmu taraslatib o'q uzishga boshladi. Qism 5 minutga yetmagan vaqt ichida soy to'qayliqdan bo'sib o'tib, egizlikka ot soldirib yamashdi. Shiddatli etishlar boshlandi. Ko'tarilgan chang to'zon istutaklardan atrof qorong'ulashib ketdi. Charaslagan uchqunlar, lavuldigan yalqunlar taraf-tarafdan ko'tarilatdi. Bayroq yiqilyotidi. Bayroqni ilinglar. Nizomiddinning ovozi guldirmamdek anglandi. Bir jangchi vijildigan o'qlar ichida ot soldirib kelib, jon uzayotgan jangchining qo'lidagi qiysiib qolgan bayroqni yulib oldida egiz ko'tardi. Qism yonga o'q uzib, granat tashlab banditlar oldidan o'tmoqda edi. Ana, bayroq yana yiqilishga boshladi. Yana bir jangchi tezlik bilan uni ko'tarib oldi. Yana yiqilishga boshladi. Bo'lmadi, yiqildi. Bayroq otning yolida turib qoldi. Shu asnoda tezlik bilan yondab yetib kelgan Nizomiddin bayroqni oldi va ko'tardi. Vurro! Vurro! Qism banditlar qurshovidan uzilib chiqib ketdi. Atrofni qorong'ulik qopladi. Lekin
bir necha jangchining jon fidoligi bilan polik bayrog'i lapaldab Nizamiddin Polikning texi hayot va jangovar holatda turganligidan derak berib turadi. Polik bayroqni shundoq lapaldatib bir necha bel oshgandan keyin o'stang bo'yida to'xtadi. O'stang bo'yi sozliq edi. Ular otlaridan tushdi. Nizamiddin etidan tushmagan edi. Uning qo'lidagi bayroq osmon bo'shliqida chaqnagan son sanoqsiz yulduzlar nurida g'uva ko'rinib turadi. Hayot qolgan jangchilar bayroqqa qarashdi. Tosh shamilida lapildayotgan bayroq bu xatarlik yurishdan jangchilarni qutqizib olgandek hammaga umid bag'ishlaydi. Nizamiddin komandir jangchilarning nomini chaqirishga boshladi. Botir G'ozi bor, Setivoldi bor, Oqilbek bor, Ahmad G'ali, Yunus, Kusharboy bor, Tursun. Nizamiddin o'zidan boshqa 23 nafar jangchining hayot qolganligini bildi. Bizning polik texi hayot, shundoqla yana jangvar holatda, dedi Nizamiddin ko'tarangu ovoz bilan. Biz Sarsumbiga kirib ketamiz. Yordorlarimizni hozircha amniyolmaymiz. Qani, yurish boshlansin. Botir G'ozi, bayroqni qo'lingga ol. Jangvar yurish boshlandi. Kimdu beri g'ingshib naqsha aytdi. Bu naqshini hammasining yordorlarningmi aytqusi, varqirab yangratqusi, ko'tarvatqusi keldi. Biroq polik komandiri ruxsat qilmaydi-da. Ammo boshqalar naqshning so'zlarini ko'ngildan birma-bir o'tkazmoqda edi. Ol qo'lingga qizil tug'ni, berma dushmanga hech uni. Dushman so'zsa bizga qo'lini, yanjib tashlaymiz biz uni. Bu naqshini jangchilar talay qaytim aytgan, zo'qlanib aytgan, eng ig'ir paytlarda ruhlanib aytgan. Naqshsiz yashayolmaydigan odamlar har qachon ko'ngil kuylarini, dard hasratlarini, orzu armonlarini, kelgusiga bo'lgan ishonchlarini izhor qilib naqsha aytidi. Ular naqshsiz yashayolmaydi. Naqshsiz hayotni qanotsiz qush deb biladi. Ig'ir kunlarni, azobliq yurishlarni, hatto rahimsiz o'limni umidlik naqsha yengidi. Umidlik naqshlarning ruhiy quvvatida yarim kecha mezgilida jangchilar Sarsumba bosog'isiga yetib keldi. Sarsumba ichidan havishayotgan ishlarning ansiz ovozidan boshqa hech qanday tevish anglanmaydi. Nizamiddin jangchilarini o'stan yoqsidagi chatqonliqlar orasiga yoshirib, o'zi yolg'iz ko'rikdan o'tdi-da, to'rt atrofga zan qo'yib qaradi. Hamma yon jimjit va surlik edi. U qo'yiq tallar orasidan pildirlab yenayotgan chiroq sho'lisini ko'rib qoldi. Shu yoqqa shapsiz minib, yo'ruq deraza yiniga bordi-da, u yoq bu yoqqa qarab qo'yib, uy ichiga qaradi. Uy ichidan 18-19 yoshlar chamisidagi zilva bo'yliq bir qiz oq xalatlarni dastlab tizvatatdi. Uning uchisida oq xalat, beshida oq bo'k bor edi. Nizamiddin bu yerning doktorxona ekanligini bildi-da, aylanib kelib eshikni chekdi. Uy ichidan "Ha, kiring" degan ovoz chiqqandan keyin u uyga kirdi. Qiz Nizamiddinni ko'rib, dong etib turib qoldi. "Kimsiz? Bu yerga qandoq kelib qoldingiz?" Qiz tez-tez so'zlaydi. "Men Shimoliy Forum 3-otliq polik komandiri Nizamiddin bo'lman." "Ha, Nizamiddin degan sizmidingiz? Peshonangizdagi kokarni iling, mo'ringizdagi pagonlaringizni yo'qiting. Bo'ling, darhol." Qiz huduqib ketgan edi. "Nim bo'ldi, qizchoq? Nim gap bu? Nimancha huduqsiz? Tegicha bilmamsiz? Nimini? Shaharni Osmon banditlari ishg'ol qilib oldi. Nima? Bugun 2 kun bo'ldi." Nizamiddinmi dong etib turib qoldi. "Ha, mundaqdan." O'rindiqqa kelib o'ltirdi. "Generallar nada?" "Chekinib chiqib ketgan, burchiniga chekingan. Bugun u yerdan ketgan bo'lishi mumkin." Nizamiddin yuz bergan alomatlarning sirini amdi to'liq tushundi. Peshonasiga o'rlab chiqqan sovuq tarni yingi bilan ertdi. "Etingiz nima, qizchoq? Shamsharqon." "Xo'sh, Shamsharqon. Ular qayoq chekinmoqchi? Mening bilishimcha, biroqla Tarbag'dag'a chekinsa kerak. Hozir qayoq xatarsiz? Shimoliy taraf bo'lishi mumkin." "Ishim bitdi. Rahmat sizga." Nizamiddin chiqib ketishga taraddudlandi. "To'xtang, yo'ldosh polkovnik", dedi qiz hovlidagi oyoq tevishini anglab. "Endi chiqib ketolmaysiz. Banditlar hovliga kirib qoldi. Muni uyga kirib karavotda yetiviling. Minging, kiyimlaringizni tez yeshib, karavot ostiga joylang." Qiz Nizamiddinning beshidagi shapkasini ilib, ishkopining kayniga tashladi-da,
yandagi eshikni ochib, uni kirgizivyotdi va eshikdan beshini tiqib pichirladi. Surishtirib qolsa, Sovetning Sarsumba konsulxonasiga xodimman dang, qozoqcha so'zlang. Ancha uzun o'tmay, beshiga lo'nga o'rib olgan ikki bandit kirdi. Ular shamshar qonga, dora shkaflarga sapsilib qarab, yon eshikni ochib, Nizomiddin yotgan uyga kirdi. Qizning yuraklari urib, o'pkisi og'ziga tiqilgandek bo'ldi. Bu uyda yotqanning ichiga kirib, ko'zini yumib, chiroyini bir qisma purishtirib, ig'ir kasaldek yotgan Nizomiddindan boshqa yana bir hushini bilmaydigan ig'ir yordar yotadi. Banditlar ularga bir qur qarab qo'ydi-da, ularning kimligini surishtirmay chiqib ketdi. Yaraysiz, yo'ldosh polkovnik, xuddi ig'ir kasaldek yotdingiz, dedi qiz kulimsirab. Shu topda har qandaq ig'ir kasalning chiroyimi bizdan yaxshiroqdi. Nizomiddin ulug' kichik tindi. Xo'sh, Shamsharqon, sizga bir iltimosim bor. Dang, mening 8 yordarim bor. Ularning ikkisining ahvoli ig'ir. Ko'chirib qola olamsiz? Qiz inchka so'z qoshlarini hemirib, o'ylab turib qoldi. Qandoq? Ikki bo'lsa tamoman mumkin. Undaq bo'lsa rahmat sizga. Men ketdim. Ikki yordarni hozir jangchilarim akirdi. To'xtang, yo'ldosh polkovnik, dedi va ishkapning tortmasini ochib, marla, paxta va botilkaliq dorilarni ilib Nizomiddinga sundi. Qolgan yordarlaringizga zo'r narsalar bu. Nizomiddin dorilarni oldida yana bir rahmat etib bo'limdan chiqib ketdi. Yiroqdan havishayotgan ishlarning ansiz ovozlari anglandi. Butun atrof uningga surlik tuyuldi va tini aymandi. U tal oralariga qattiq diqqat qilib qarab mangdi. Sarsumbaga shuncha zo'r umid bog'lig'ini bekor bo'lgan edi. Nizomiddin jangchilarni boshlab yurishga otlandi. Uni ig'ir vahima va sur bosgan. Jangchilarni sur bosgan. Ular go'yo nishondan adishib, dahshatlik dengizda ketib borgan yelkandek zulmatlik kechida tog' bag'rini bo'ylab yurmoqda edi. Toshliq yo'lda otlarning tuyoqlaridan taraq turuq qilgan ovozlar ko'tarilsa, aralab yalt-yult qilib o't uchqunlarimi chachraydi. G'arbdan urilayotgan shamol harg'an jangchilarga shunchalik arom beradiki, ular shamolning yanamo qattiqroq chiqishini tilaydi. Lekin hammaning kallasida vahimlik xiyollar. Bari yo'qi 22 odam. Uning ustiga buning oltisi yordar. Tuyuqsiz hujumga uchirsa, oyog'i ostidagi toshlardek yerga do'malab tushmasmi? Texi bu andishlik yurish qancha kun davomlashar? Shimoliy front general shtabini nadin topar? Sen uchun ishonchlik yo'l boshlag'uchi tepalarmi? Navoda hujum uchrab qolsak, hargiz qayturma hujumga o'tmaslik kerak, dedi Nizomiddin yonma-yon ketib borgan Botir G'ozga. Qandoq qilib bo'lmasin, banditlarning ko'ziga ko'rinmaslikka tirishishimiz kerak. Biz bu yerning sharoitini, o'y cho'nqurini bilmaymiz, yo'ldosh polkovnik, dedi Botir G'ozi. Qayerga chekinish, qayerga mo'kinish biz uchun qorong'u. Undaqda sencha qandoq qilsak bo'lar? İlişqan tüzükmikin deyman. İlişishqa bardoshlik bergili bo'larmi? Yoki ilishib ustunlikka erishgili bo'larmi? Men rost o'yimni aytay, yo'ldosh polkovnik. Mening bu yurishda hayot qilishdan, Shimoliy front general shtabini tepishdan umidim yo'q. Hozir biz qayerda? General shtabi qayerda? Kim biladi? Shunlashqa banditlarga uchirsa ilishib qurbon bo'lgan tuzuk. Bo'lmasa, eng bo'lmaganda biz bu dasht bayavonlarda tinib yuribmi tugaymiz. Nizomiddin bir minutdak jimjit mangdida salmoqliq bilan mundoq dedi. Rost, Botir G'ozi, yurishimiz andishlik bo'lyotidi. Biroq andish qilib umidsizlanishga bo'lmaydi. Harbiy yurish ko'p hollarda andishlik, ehtiyotlik bo'ladi. Ammo umid orzu yana ko'p hollarda andishini yengdi. Umid bizning yiqilmas bayrog'imiz. Umid bo'lmasa rostilla andisha, ehtiyot qilib yurib barbod bo'lamiz. Umid bilan yuribmi o'lib ketishimiz mumkin-ku. Ang bo'lmaganda odamni umid yashnatib, andisha qaqishdi emasmi? Qaysi afzal? Botir G'ozi duduqlabroq dedi. Men mushu ayrim ahvolni da'vatman. Mushu ayrimlikdan nimishqa umumiylikni ko'rgil bo'lmaydi ekan? Aytayli, mushu yurishda bizning bir odamimiz saqilib, shtabga polik bayrog'ini topshirsa, bu bizning shundoqla butun qismimizning zo'r g'alabasi emasmi? Biz uchrashganli banditlar bilan ilishib, o'zimiz qurbon bo'lib tugasak, polik bayrog'i yiqilsa, qancha ko'p dushmanni yo'qotganimiz bilan qanchalik afzalligi bo'lar?
Qayil bo'lgan Batır Gazi kulib ketdi-de, "Batırlıq afzal, yo'ldosh polkovnik", dedi. Yana aytaman, front shtabini cho'qim topimiz. Batırlıq bilan ilishadigan payt hozir emas. Bu yurishda Batırlıq deyiladigan bo'lsa, chekinish, mug'ambarlik qilib, dushman ko'zidan g'oyib bo'lib ketish, qaltis zo'r Batırlıq bo'ladi. Batır Gazi jim bo'lib qoldi. Atlar oyoqlaridan bir xil tovush chiqarib, ig'ir chamdab yurmoqda edi. Qism 2 kuni atiganligi kang, o'skilang cho'plik bir sayga kirib keldi. Bir o'stan suvning iqvatganligi va u yer bu yerda ot kala tizaklarining ko'zga tashlanib turganligidan bu kangri chiroyli sayda odam borligi bilinib turadi. Ular otlaridan tushib dam oldi. Eng oxirgi nonlarni suvg'ichilab yeyishdi. Bu sayda odamning borligi biz uchun yaxshilik emas, dedi Aqilbek. Qurolliqlar bo'lmagan taqdirdimi ishonch qilib bo'lmaydi. Albatta, dedi Nizomiddin sagaklashib. Muhimi polik bayrog'ini yo'shirish kerak. Qani, yo'ldoshlar, muranglardagi pagon, ko'ksinglardagi orden, peshonanglardagi kakarlarni elvatinglar, qo'yninglarga tiqinglar. Egarni ostiga joylasa qandoq? Dedi Aqilbek. Bo'lmaydi. Qo'yindan boshqasi bekor. U o'zi gimnastikasini yechib, polik bayrog'ini beliga o'rdi-da, ustidan gimnastikasini yana kiyib oldi. Birdamdala ular xuddi qismdan haydab jangchilardek holga kirib qoldi. Bir soat dam olgandan keyin yangidan o'rlab chiqqan kun ularda bir xil ezilish qo'zg'ab, isitgan chog'da qism yana otlanib yo'lga chiqdi. Degandek birər saat mangmayla ikki yandagi tog' bag'ridan oldidan necha yuzlagan odamlar ularning oldin turab chiqib keldi. Bir nechasida qora miltiqlar bor edi. Ular uch taraflab yopirilib kelmoqda edi. Hargiz o'q chiqarmanglar, qarshilik qilmanglar, dedi Nizomiddin. Hammasi buyruqqa bo'ysunib, qurollarini mo'rsidan olmay mingiverdi. Ha, Dalilqonning ishlari, suvdan chiqqan mushukdak bo'lishib qopsan, nega mingishding? Dedi oldidagi qurolliq birisi. Aqilbek oldiga chiqdi. Osmondan yengilganlarimiz hamma nimimizdan ayrildik. Yurtimizga ketib bormiz. Albatta yengilasan. Turqun ko'rsatib turibdi. Qaraqosh qabilasidimi senlar? Yo'q, Nayman. Voy, o'lgurlar. Otdan tushish, qurolni tashla. Kiyimlaringni yeshish. Ba'zilarining otqa, ba'zilarining qurolga, ba'zilarining chigirin o'tiklarga ko'zi tushgan edi. Bo'lish, Chaqabaydan aman qolaman deb o'ylashma. Oldidagi qora soqolliqi ha deb varqirab devaylab kelmoqda edi. Hammasi to'rt tarafdan ularni qorshab yaqinlab kelishga boshladi. Eng dastlab qora soqolliqi yana bir to'g'riliq pakar birisi Nizomiddinning tapanchasiga qo'l uzatdi. To'p ichidan asabiylarcha varqirashlar ko'tarildi. Vur, soq, tart! Jangchilar qurollarini batlashgan edi. Nizomiddin ko'z ishorasi bilan ularni to'xtatdi. Nechtasi kelib qurollarga esildi. Gimnastikalarni yirtishdi. O'tuklarni soldirishga kirishdi. Batır Gazi ko'zlarini chakchaytib vaqirdi. Boshqa narsalarimizni olsang ilish, kiyimlarimizga tegishma. Biz hayvon emas, qip yalang'och yuradigan. Ular soldirib olgan o'tuklarni, tortib olgan qurol otlarni bir-biridan qizg'anishib talishishga tushdi. Nizomiddin qurolsiz, otsiz, yalang'och qolgan jangchilarini ko'z ishorasi bilan yurishga buyurdi. Jangchilar xopchilikda keynigimi qarmay mingiverdi. Xili yergacha boshqalarning varan churinglari anglanib turdi. Biroq Kokul maydonliq kangri soy, yeshil tog'lar hech kimningmi maylini tortolmadi. Hamma unsiz, ko'ngilsiz yurmoqda edi. Ular Nizomiddinning otlar, qurollarni qarshiliqsizla beriyotganligining sababini tushunib tursimu, yana nemishqidir uningdan xafa edi. Jangchilar shundoq jimjitlik, ig'ir sukut ichida yurib, kechga yaqin yana bir haybatlik tog' bag'ridagi yolg'iz qo'shning oldiga keldi. Kigizlari o'tma to'shikdek bo'lib ketgan qo'sh ichidan og'zida tishi qolmagan, yuzlari ko'na masning qo'nchdek birlashgan bir mo'may chiqdi. Mo'may bir kunlik yo'l azobini tortgan, kiyim kechaklari yirtilgan, yalang oyoq, och jangchilarni ko'rib ichi serildi. A'timolim, kelinglar bolalarim, Dalilqonning odamlari o'xshaysizlar, och qopsizlar, bilaman, sizlar hozir shu kunga qoldinglar, dedi. Shundoq ana, siz qaysi qabiladan? Deb so'radi Batır Gazi. Chaqabay. Chaqabay? Chaqabay deb qo'rqma bolam.
chaqabayliqlardan bulangan o'xshaysizlar. Odam o'xshash bo'lmaydi. Hey balam, ömür deganda bir yanchuqiga yaxshilik, insofni, bir yanchuqiga yomonlik, insofsizlikni silib yurdiganlarmi? Ikkala yanchuqiga yaxshilik, insoflikni silib yurdiganlarmi? Ömür bo'yi yomonlik, insofsizlik, texi vahshiylikni silib yurdiganlarmi bo'ladi? Sizlar chaqabayliqlarning yomonlariga uchrab qapsizlar. Yomonlari az edi, hozir ko'payib qoldi. Mayli, mayli danglar. Bir ömür shundoq yaxshi yomonlik orasida ketib borgan ömür. Qani, kelinglar, o'ltiringlar, damilinglar. Ko'pni ko'rgan mo'may jangchilarning ruhiy holatiga, shu turqiga qarab hammani tushungan edi. Ham o'ziningmi to'kilishga tayyor turgan dardlari nurg'un edi. Jangchilar qo'shning sirtida cho'plikda o'ltirishdi. Ninim yo'q, bolalarim, qitiqim bor, tiqib qo'ygan edim. Sizlarga bir chindan yetidu. Mo'may tortdi. Osmanning odamlari odam emas, hayvon desakmi kamlik qiladi. Men bir tul xotinga ko'rmagan azob soldi. Sizlarni har nima qiladi. Zarlig'inimga qaramay, ikki qo'y, sig'ib ichayotgan bir o'shkamni bulab ketdi. Ikki uch ninimnimi, chalimdan qolgan eski chaponnimi qo'ymadi. Ularga il kerak emas. Kunimiz shundoq odamga qolsa, qandoq bo'lib ketarmiz? Bo'ri bar yerda qo'y qolamdi. Odam o'xshash bo'lmaydi, bolalarim. Kaliningmi sutliki, sutsizi, otningmi tapkak tishlaydig'ini, yavash mo'mini bo'ldi emasmi? Sizlarning rizqinglar ekan, qayron o'shkam yarim kundan keyin qechib keldi. Shuning ustidan qani qitiqchinglar. Mo'may tinmay so'zlaydi. Banditlardan bulangan bo'lsa-mu, ruhliq tetik edi. Shu ishlar uningga qilchimi ta'sir qilmagandek, turmushda mundaq ishlarning yuz berishi muqarrardek so'zlaydi va jangchilarga tasalli beradi. Bu ishlarmi o'tib ketadi, apa. Dalil qonning odamlari yana qaytib keladi, dedi Botir G'ozi bir china qatiqni biraqla sumirib o'tib. Yomonlik, bulangchilik qilganlar, inqilobga qasd qilganlar o'ziga qiladi. Az kunda ko'rimiz texi. Shundoq, Dalilqon, Ahmadjonlar yashsin. Ular bizni Gomindan degan ofatdan qutuldirgan edi. Osmonmi uningga qarshi urushgan, ko'ngliga nima jin kirdi ekan? Amdi uning bilan birlashib olib, o'zimi bir ofatga aylandi. Uning bilan birlashgandikan, ofat bo'lmay nim bo'lmoq. Uningga tushunmay agishayotganlarmi ko'p. Jangchilar bir chinidan qattiq ichib, mingishqa taraddudlandi. Ularning ko'zlaridan nur o'chgan, atrofga beqishlarda umidsizlik aks etadi. Ashu ko'ringan egiz tog'dan qayrilib, yana bir kun mangsanglar, dedi Mo'may qo'li bilan ko'rsatib. Dalilqonning eliga yetisizlar, ular sizlarni Tarbag'dag'a yetkazib qo'yar. G'ayrat qilinglar, bolalarim. G'ayrat degan erga qanot. Rahmat, apa, dedi Nizomiddin. Sizning bu yaxshiligingizni unutmaymiz. Dalilqonning jangchilari unutmaydi. Sizning yanchuqlaringiz butunlay yaxshilik, insof bilan to'lgan ekan. Jangchilarmi, Mo'maymi kulishdi. Qism yo'lga chiqdi. Davomi bor.